Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oson tayyor bo'ladigan kremsiz biskvitli desert o'rgataman. Buning uchun bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: 3 dona tuxum, 1,5 stakan shakar, 1 stakan sut, 1 stakan yog', 2 stakan un, vanilin bilan qabartma kerak bo'ladi. Masalliqlarimizni ketma-ketlikda mikser qozonchamizga solib tayyorlashni boshlaymiz. Mikser idishimizga birinchi tuxumimizni solamiz. Keyin shakarimizni solamiz. Shakar bilan tuxumni o'zini birinchi aralashtirib olamiz. Va shakar bilan tuxumni oppoq bo'lguncha mikserda ko'pirtirib oldik. Endi bunga sutimizni solamiz. Yog'imizni solamiz. Buni ham bitta mikserda aralashtirib olamiz. Aralashtirib oldik. Endi un bilan razrahitini solamiz. Unimizni oldindan elab olingan razrahitil bilan vanilin. Gramajlarini hammasini yozib qoldiraman. Endi bitta aylantirib o'chiramiz. Mana unlarimiz yaxshilab aralashib oldi. Endi mikserimizdan o'chiramiz. Mana shu holatda suyuqroq xamir bo'ladi. Endi buni idishimizga quyib olamiz. Menda mana shunaqa shisha qolib, nomiga yog'lab oldim yopishib qolmasligi uchun. Endi xamirimizni quyib olamiz. Mana xamirimizni quyib yoyib oldik. Endi buni oldindan qizdirib qo'yilgan duxovka pechiga 180 gradusga to biskvitimiz pishib chiqqunicha jo'natamiz. Biskvitimiz pishib chiqquncha unga ishlatadigan propitkamizni tayyorlab olamiz. Propitkamiz uchun 2 stakan sut, 2 osh qoshiq quyultirilgan sut, 2 choy qoshiq kakao kerak bo'ladi. Shu masalliqlarimizni hammasini idishimizga solib aralashtirib olamiz. Masalliqlarimizni idishimizga soldik. Kakaoni albatta elab solinglar. Men oldindan elab qo'ygan edim. O'shaning uchun elanganini ko'rsata olmadim. Endi aralashtiramiz. Mana massamizni bir tekisda aralashtirib oldik. Endi buni biskvitlarimizning yoniga ishlatamiz. Mana biskvitimiz pishib, sovib oldi. Endi uni kerakli bo'laklarga bo'lib olamiz. Men uzunasiga 3 ga bo'lyapman. 3 qismga bo'lyapman uzunasiga. Eniga 4 ga bo'laman. Endi mana bo'laklarga bo'lib oldik. Endi bunaqasiga bo'lib chiqamiz. 3 burchak shaklda bo'lamiz. Mana kesib oldik. 3 burchak shaklda kesib oldik. Mana momiq bo'lib, juda ham zo'r bo'lib pishgan. Endi biskvitimizning yon tomonlarini botirib chiqishimiz uchun, bezashimiz uchun boyaga tayyorlab olgan propitkamizni, strushkamizni, kokos kukuni, bu yoqda hamdon pistani kukuni. Mana biskvitimizni men qizarib pishgan joyini kesib oldim, ustidagi yuzasini. Endi buni burchaklarini botirib chiqamiz. Endi kokos kukuniga botiramiz. Mana juda ham maya yumshoq bo'ladi. Mana bunisini botirib oldik. 2 xil qilib chiqamiz. Mana desertimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin qanaqa chiroyli chiqqanini. Shunaqa sovuchli zo'r chiqqan. Endi buni oldiga
chiroyli qilib choyimizni damlaymiz. Bizda mevali ko'k choy. Mana choyimizni damlab oldik. Mana endi buni oralarini ko'rsataman sizlarga bo'lib, qanaqa yumshoqligini. Mana oralari ko'ryapsizlar, qanaqa sovchilik chiqqan. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar.